Aziz vatandoshlar, dunyo o'zbeklari O'zbekistondan olis Kanadaning Toronto shahridan o'z teledasturlarini boshlaydi. Demak, biz Kanadadan gapiramiz va ko'rsatamiz. Qo'qonda oddiy kelishmovchilik ommaviy janjalga aylandi. Bir inson halok bo'ldi. Qo'qonda. Shu yaxshi yurgan deb ogohlantirganlardi. Hop deb hech xulosa qilmadik. Mana endi kelib ko'zimiz ochilib qilgan ishlarimizga pushaymonmiz. Qo'qondagi yoshlar bog'ida bo'lgan ommaviy janjal ortidan bir kishi hayotdan ko'z yumdi. Joriy yilning 28-iyun kuni Qo'qon shahar Furqat ko'chasidagi yoshlar bog'i hududida 2 nafar shaxs o'rtasida kelib chiqqan janjal kattalashib, tarafkashlar ham ko'paygan. Yakunda esa kelishmovchilik fojia bilan yakunlandi. Janjal oqibatida bir nafar shaxs vafot etdi. Yana biri esa og'ir tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ushbu jinoyatni sodir etishga gumonlanayotgan shaxslar hozirda qo'lga olinib, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari esa olib borilmoqda. Shuningdek, janjal davomida voqea joyida to'planib, tarafkashlik qilgan va jamoat tartibini buzgan bir nechta shaxslarga nisbatan ham sud tomonidan ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Biz hammasidan afsusdamiz. Mana yoshlar, sizlar kim chaqirsa ketib to'palin qilib yurmanglar. Hamma ishlarga aralashmaylar. Indamay pushaymonman. Qaqa borsalar ham shuni oldin surishtirib, nima bo'lyapti deb kim boringlar. Hech kimga maslahat bermayman, joyga borishdi. Afsuski, so'nggi paytlarda viloyat hududida shu kabi jinoyatlar tez sodir bo'layotgani ko'zga tashlanmoqda. Bunday holatlarning oldini olish uchun avvalo nimalarga jiddiy e'tibor qaratish zarur. Albatta, fikringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Olishlar, janjallar keng tus olayotgan jamiyat bu yaxshi emas. Shuning uchun bizda odamlarni tarbiya qilishimiz kerak. Odamlar tarbiyani ololmayapti. Birov janjallashsa aralashib ketib qoladi. Bunday bo'lmaslik kerak. Aralashish kerak, ajratish kerak. Lekin bu tarafga, u tarafga qo'shilib ketmaslik kerak. Ajratish kerak, ajratish kerak. Shuning uchun juda ayanchli hol bu. Qo'lga erk berish, bu qonuniy davlatga xos emas bu narsa. Qonuniy davlatga yarashmaydi bu narsa. Janjal hamma joyda bor. Kanadada ham bor. Kecha biz oilamiz bilan Lakeshore degan bir restoranga bordik. Lakeshore degan restoran bu juda so'lim bir go'shada joylashgan dengiz bo'yida bitta joyda bitta restoran. Tamom. Shahar qishloq yo'q u yerda. Shaharlardan bir-biriga boradigan odamlar to'xtaydigan yaxshi dam olish bir maskaniga aylantirilgan. Ana shu joyda ham biz kecha navbat kutib turuvdik. Navbat juda ko'p. Biz o'zimizni navbatimizni kutib 40 minut, 50 minut kutasiz deyishdi. Biza 1 soat kutishga ham rozi edik. Ana shunday paytda bir mashina, ikkita mashinani egasi bir-biri bilan avval tortishib, keyin bittasi qo'l ko'tardi. Ikkinchisi urdi uni. Bu mashinada 3 ta ayol, yosh katta odam. Bu mashinada bitta yuzlarga kirgan, hassaga suyanib qolgan juda keksa bir odam va uni o'g'li rolda ekan. U ham bir 40-50 yoshlar atrofida. Unisi ham 50 yoshlar atrofidagi ikkita kanadalik urushib qoldida. Keyin bu yerda kim birinchi bo'lib politsiyaga telefon qilsa, o'sha haq hisoblanadi aslida. Lekin u kayfi bor odam birinchi telefon qildi. Kayfi bor qizarib turgan edi. Keyin bu ikkinchi odam otasini tushirib mashinadan sekin restoranga olib kirayotganda, "Sen qayerga ketyapsan? Seni hozir politsiya qamaydi" deb uni yana haqorat qildi. U indamay otasini olib kirib, o'tirg'izib, keyin chiqib kelib mashinasiga o'tirib, u ham politsiyaga telefon qildi, chunki bu odam politsiyaga telefon qilib nomerini, mashina nomerlarini ko'rsatdi videodan politsiyaga. Shuning uchun bu ham telefon qildi. Keyin oradan 8 yo 10 minut o'tgani yo'q. Avval bitta mashina keldi, politsiya mashinasi. Keyin oradan bir 3
5 minut o'tgani yo'q, ikkinchi politsiya mashinasi kelib, avval bu odam bilan suhbatlashdi ular. Keyin ichkariga kirib, otasini olib kelgan odamni izlab, uni olib chiqishdi. Biz ko'rdik olib chiqqanini, lekin nima bo'lganini biz bilmadik. Biz restorandan chiqqanda politsiya ham yo'q, odamlar ham yo'q edi. Albatta bular ikkovi ham demak politsiyaga olib ketilgan, ikkovi ham hibsga olinadi va aniqlanadi kim haq, kim nohaqligi. Agar vino ichgan odam ichganligi aniq bo'lsa, u albatta kayfi bor odam sifatida aybi ko'proq bo'ladi. U birinchi holbuki politsiyaga telefon qilgan edi. Mana Kanadada odamlar bir-biriga hech qachon qo'l ko'tarmaydi, haqorat qilmaydi bir-birini. Chunki haqorat qildimi, urush shart emas. Politsiya haqorat qilgan odamni qamaydi. Bu yerda qoida shunaqa. Kecha biz mana shunday noxush bir voqeani guvohi bo'ldik. Men o'g'limga aytdim, bularni qaysi biri urib, qaysi biri kaltak yeganini politsiya bilmaydi-ku. Odamlar ham deyarli yo'q-ku bu yerda bizdan boshqa. Biz ham hali hammasini aniq ko'rmadik desam, o'g'lim juda hushyor yigit, Kamronim. Shundoq qaradi, shundoq qo'li bilan ko'rsatdi, kameralar bor ekan. Bu kamera dada kakrat shularni mashinasiga qaratilgan kamera. Buni yecha olib hammasini ko'radi ular dedi. Demak, mana shunaqa. Shuning uchun men bu Toshkentdagi mana bu janjallarga aralashib qolgan bolalar milinki bo'lib o'tiribdi. Ularda hali o'sha o'lgan, bir kishi o'libdi. Bir kishi vafot etgan, halok bo'lganni o'ldirgan yigitni qatoriga bularni qo'shib yuborishi mumkin tergov istasa agar. Bular hali qamalib ketishi mumkin, odam o'ldirding deb. Hozircha bularni ma'muriy qamoqqa 15 kunlikmi, 10 kunlikmi qamoqqa jalb qilibdi. Agar istasa tergov, odam o'lishiga sababchi bo'ldi bo'ladi deb tiqvorsa ketdi. Shuning uchun meni maslahatim shunday tinch O'zbekiston, shunday obod, ozod mamlakat. Hamma o'zini mehnati bilan band. Kechqurunlar restoranlar to'la, ko'chalar bayram kayfiyatida, magazinlarga odam to'la. Hamma yelib yugurib o'zini turmushi, oilasi, ro'zg'ori uchun yelib yuribdi. Hamma xursand, Toshkentni aytyapman. Shunday bir paytda erkalik qilib restoranlarda urushgan odamlarni shafqatsizlik bilan jazolash kerak. Birovga qo'l ko'tarishga haqqingiz yo'q sizda. Birovni urushga tem bo'li. O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. O'zbekiston militsiyalariga shon sharaflar bo'lsin. Militsiya bo'lmasa, Kanadada ham xudo uradi, O'zbekistonni ham. Militsiyalarimizni qadriga yetishimiz kerak. Bu o'zbek xalqi ham, kanadaliklar ham militsiya bo'lmasa hammasi chegaradan chiqib ketadi. Shuning uchun bolalarimizni aqlli, esli, xushli qilib tarbiyalash bilan jamoat joylarida o'zlarini qanaqa tutishlarini ham o'rgatishimiz kerak. Isroiljon buni ham alohida qilib e'lon qilasiz. Xo'p, demak aziz vatandoshlar, mana qarang, yana shu mavzuni davomi. Shirin shahrida internet orqali shahvoniy shilqimlik qilgan maktab maslahatchisi 5 sutkaga ma'muriy qamoqqa olindi. Mana Shirin shahrida. Qarang. Lozim bo'lgan maskan. Ayniqsa ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan har bir pedagog va mutaxassis o'z kasb odobiga, qonunchilik talablariga qat'iy rioya qilishi shart. Sirdaryo viloyatida sodir bo'lgan holatda 16 yoshli o'quvchi qizga maktab maslahatchisi tomonidan Telegram messenjeri orqali shahvoniy mazmundagi xabarlar yuborilgan. Kuni kecha jinoyat ishlari bo'yicha Shirin shahar sudi tomonidan ushbu ma'muriy huquqbuzarlik ishi ko'rib chiqildi. Sudga taqdim etilgan yozishmalar va boshqa dalillar sinchiklab o'rganilib, huquqbuzarning xatti-harakatlariga qonuniy baho berildi. Reaksiyani shu qo'ydim, shu сообщениеga kim bo'ldi? Meni yozmadi, keyin qarasam hech kim yozyapti. Menga tepalik o'tishaylik yozgan. Endigina 16 yoshga kirgan o'quvchi qizga go'yoki maktabning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasini yuritib berishini bahona qilib xabar yozgan maktab maslahatchisi odob axloq chegaralarini esdan chiqardi shekilli qizchaga nisbatan tungi vaqtda ishqiy nomalar yoza boshladi. Lekin sud majlisida o'zining mazkur qilmishini tan olmagan huquqbuzar sudga taqdim etilgan dalillarni ham rad etdi. O'quvchi bilan hech qanaqa munosabatim bo'lmaydi. To'g'risi, o'quvchiga sevgi izhor qilgan ekansiz.
to'g'risi bu yerda anglashilmovchilik bo'lyapti. Men hech qachon hech qanaqa qiz bilan sevishmaganman. Meni masalan 3 nafar farzandim bor. Lekin o'quvchi qizning qonuniy vakili sifatida sud majlisida ishtirok etgan uning onasi ta'lim va tarbiya dargohida bunday xodimlarga o'rin bo'lmasligini aytib, suddan ushbu pedagogga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'radi. Qilgan ishi huquqbuzarlik ekanligini kech bo'lsa-da tushunib yetgan maktab maslahatchisi esa o'quvchi qiz hamda uning oila a'zolaridan sud majlisida kechirim so'radi. Lekin sud uning huquqbuzarligini ishdagi mavjud dalillar va guvohlarning ko'rsatuvlari bilan o'z tasdig'ini topgan deb hisobladi. O'tkazilgan sud majlisida aniqlanishicha, huquqbuzar o'qituvchi 16 yoshga to'lgan 10-sinf o'quvchisiga nisbatan tungi vaqt soat 1larda Telegram messenjeri orqali SMSlar yuborib, shundan so'ng jabrlanuvchi bunga javob bermagandan so'ng unga qo'ng'iroq qilib, ko'chaga chiqishini taklif qilib, u bilan uchrashishi lozimligi haqida ko'rsatib, shahvoniy tusdagi huquqbuzarlikni sodir etganligi aniqlandi. Sud unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41.1 moddasining 1-qismi bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinladi. Shuningdek, sud mazkur huquqbuzarlik yakuni bo'yicha o'qituvchiga nisbatan Sirdaryo viloyat maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasiga tahdidnoma chiqarish yo'li bilan munosabat bildirishni lozim deb topdi. Umumta'lim maktablaridagi ta'lim va tarbiyaga mas'ul bo'lgan maktab maslahatchisining o'z o'quvchisiga nisbatan bunday xatti-harakati va unga tayinlangan jazo boshqalar uchun saboq bo'lishiga umid qilamiz. Zero voyaga yetmagan shaxsga nisbatan sodir etilgan har qanday shilqimlik qonun oldida javobgarlikka sabab bo'ladi. Bu kun Mahfurat Xudoyberdiyeva, Sirdaryo. Demak, 5 sutka bu kam 15 sutka berish kerak edi va uni maktabdan haydash kerak. Bu barcha ota-onalar uchun nima bo'lish kerak? Ota-onalar uchun achchiq bir saboq bo'lish kerak. Bolalarimizni hushyor bo'lib, ularni qalbida nimalar bo'lyapti? Maktab ma'muriyati, ko'chadagi, mahalladagi kattalar ularga qanday munosabatda ekanligini biz hamisha bolalarimizdan so'rab, surishtirib turishimiz kerak bo'ladi. Demak, bugungi dasturni yakunlaymiz. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilab xayrlashamiz.